Ertalabda madaniyatdan Paxtabodga qarab yo'l oldim. Qarasam, ancha bo'pti bormaganimga. Ko'prikdan o'tib Paxtabod stansiyasiga bordim. Kakraz menman bir mashina to'ldi va biz yo'lga chiqdik. Gazlar ham qimmatlab, yo'l kira 15 ming bo'lib qopti. Oxirgi marta borganimda 10 mingdan borib keluvdim. Shuni qilib qisilib, ezilib bir amallab Paxtabod sentriga ham kelib oldim. Bu yerda juda ham issiq ekan havo. Hozir ko'rib turganingiz Abu Bakr Siddiq jome masjidi Paxtaboddagi eng katta masjidlardan hisoblanadi. Kunimiz isib ketdi. Men o'ylagandan ancha issiq ekan Paxtabod. Uni buni qo'yinglar, xitoyliklar shu ko'prikni buzib boshqatdan qurib berar ekan, shu gap rostmi? Bilganlar bo'lsa kommentariyaga yozing. O'zi men shu bozorchiga kiyim kiygan kelgan odam edim. Sizlarga gapirib madaniyat stansiyasiga ketib qopman. Yana qaytib keldim u yoqdan. Shu yerda bir do'kon bor edi, murskoy kiyimlar sotadigan, narxi ham arzon, kачествоsi ham yomon emas edi. Shu yerdan olaman desam, afsuski do'kon beki ekan. O'lganning ustiga tepgan bo'lib, issiqdan telefonim qizib ishlamay qolsa bo'ladimi? Oxiri men ham taqdirga tan berib, madaniyatga qarab ketib bordim.